Hozirgi kunda respublikamizda shu statistik hisobotlarga ko'ra 4.900.000 ga yaqin transport vositasidan foydalanadi, avtotransport vositalaridan. Bularning asosiy qismi 95% dan ortiq qismi yengil transport vositalariga to'g'ri keladi. Ya'ni 4,5 milliondan ortiq transport vositalari yengil transport vositalari. Qolganlari esa mikroavtobuslar, avtobuslar, yuk avtomobillari va boshqa maxsus avtomobillarning hissasiga to'g'ri keladi. Avtomobil transportini ham atrof muhitga zararli ta'siri yuqori baholanadi jahon ekologiyasida. Ya'ni uchlik bor. Bu demak energetika, sanoat va avtomobil transporti atrof muhitga keltiriladigan o'sha zarar bo'yicha eng yuqori darajada turadigan shu uchlik demak ishlab chiqarish sanoat yo'nalishlari mavjud. O'rtacha 20 kilogramdan 50 kilogramgacha o'sha xavfli, zararli moddalar chiqishi mumkin. Barcha omillarni hisobga olgan holda muhtaram prezidentimizning 2026-yil 2-fevraldagi 22-sonli farmonlari asosida demak o'sha foydalanilgan transport vositalarini utilizatsiya qilish tizimini yaratish bo'yicha qaror loyihasi ishlab chiqilgan. Atrof muhitni muhofaza qilish maqsadlari hisoblanadi. Bularning birinchisi transport vositalarini o'sha respublikamizdagi transport vositalarining parkini demak ishlab chiqarilgan yilini bosqichma-bosqich yengillab borish hisobiga ularni atrof muhitga zararli ta'sirini cheklash, qisqartirish. Ikkinchisi esa o'sha transport vositalarini utilizatsiyasini belgilangan tartibda, qonunchilikda belgilangan tartibda ekologik me'yorlar asosida utilizatsiyasini amalga oshirish hisobiga ham uni atrof muhitga zararli ta'sirini cheklash hamda transport vositalaridan hosil bo'ladigan o'sha ikkilamchi xomashyo mahsulotlari, bu rangli metal, qora metal, shisha, plastik va hokazo suyuqliklar, moylarni qayta ishlab ularga ikkilamchi hayot bag'ishlash va ularni ikkilamchi mahsulot ishlab chiqarish hisobiga tabiiy resurslarni cheklash. Mana shu 3 ta asosiy ekologik maqsad hisoblanadi. Bu qaror loyihasi hozir dastlabki bosqichda, ya'ni vazirlik idoralararo muhokamadan o'tkazilib va jamoatchilik muhokamasiga qo'yilib 3 hafta davomida jamoatchilik muhokamasidan o'tkazildi va shu muhokamalardan o'tkazish davrida bu qaror loyihasi juda ko'plab o'sha ijtimoiy qatlamlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun juda ko'p takliflar, e'tirozlar va o'ziga xos mulohazalar kelib tushdi. Biz o'sha qaror loyihasini ishlab chiqayotgan mutaxassislar, konsultantlar bilan birgalikda barcha shu kelgan o'sha taklif, mulohazalar, e'tirozlar demak o'rganib chiqildi. Qaror loyihasiga muhim asosiy o'zgartirishlarni, qo'shimchalarni kiritdik. Ikkita asosiy masalasi. Birinchisi o'sha transport vositasini utilizatsiya qilishni o'sha 30 yillik cheklovlarni, ya'ni ularga qo'yilgan kompensatsiya miqdorlarini olib tashlash va ikkinchisi esa o'sha utilizatsiyaga topshirilayotgan transport vositasini egasi va transport vositasini utilizatsiya qiluvchi o'rtasida bozor mexanizmlar asosida, ya'ni ikkalasini xohish nimasiga ko'ra utilizatsiya ishlarini tashkil etish. Demak, transport vositasining egasi o'zini ishlatgan, foydalangan transport vositasini agar utilizatsiyaga topshirish niyati bo'lsa, u demak elektron platforma portal yaratiladi. O'sha elektron platforma orqali onlayn baholovchiga murojaat qiladi. O'sha bu tizim orqali biz baholovchi korxonani ham, utilizatsiya qilish korxonasini ham alohida mustaqil korxona sifatida bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda hamda ularni demak elektron platforma orqali onlayn shaffof tarzda tanlab olish masalasini qo'yganmiz. Ya'ni ikkalasi bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda faoliyat yuritadi. Baholovchi o'sha topshirilgan transport vositasini bozor narxlari asosida baholaydi va elektron platforma orqali o'sha baholash natijalarini transport vositasining egasiga yuboradi. Ikkinchi bosqichda transport vositasining egasi endi uni utilizatsiyaga topshirish uchun utilizatsiya korxonasiga, ya'ni operatorga murojaat qiladi va baholash natijalarini transport vositasini taqdim etadi. Va o'sha transport vositasini baholash narxlari asosida u demak transport o'sha topshirgan transport vositasi uchun baholash nimasida ma'lumotida ko'rsatilgan miqdorda pul mablag'larini olishi mumkin yoki shu mablag'lar ko'rsatilgan vaucher olishi mumkin. Ushbu vaucherni biz istalgan O'zbekiston Respublikasida faoliyat yurituvchi rasmiy dilerlardan transport vositalarini foydalanishda dastlabki to'lov sifatida foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bu nima degani? Demak, biz o'sha eski Jigulimizni yoki Nexia 1 yoki bir Moskvich yoki Volga transport vositasini topshirdik. Mana bozorni o'rganadigan bo'lsak,
o'rtacha shu eski transport vositalari narxi 5 milliondan 70 milliongacha o'rtacha narxda baholanyapti. Deylik bir transport vositamiz 5 millionga baholandi. Juda eski transport vositasi 5 millionlik narxda aytadigan bo'lsak, baholandi. Biz vaucher oldik va dilerlarga murojaat qildik. 165 million so'm Cobalt narxi. 5 millionlik vaucher narxi ayrilganda 160 million narxini biz 7 yilga foizsiz demak bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Ya'ni bu degani bir oyda o'rtacha 1 million 900 so'mga to'g'ri keladi. Yoki deylik, yengilroq transport vositasi o'sha eski transport vositalarining o'rtacha narxidan yuqorisi bu 70 million baholanayotgan bo'lsa, 70 millionlik transport vositasiga olingan vaucher bilan biz yangi Cobaltni demak o'rtacha bir oyda 1 million 130 ming to'lov asosida xarid qilish imkoniyatini yaratishimiz mumkin. Bu ham o'sha eski transport vositalaridan foydalanayotgan o'sha aholi qatlami uchun qulaylik yaratadi hamda biz eski transport vositalarini belgilangan tartibda utilizatsiyaga topshirish imkoniyatini, ya'ni utilizatsiyaga topshirish sharoitini shu belgilab beriladi. Undan tashqari mana ishlab chiqaruvchi, ya'ni qayta ishlovchilarga ham qulaylik yaratilishi kerak. Sababi ular ham qayta ishlagan transport vositasi uchun zarar ko'rishi kerak emas. Shuning uchun ular tomonidan qilingan xarajatlar, ya'ni transport vositalarini sotib olish, uni utilizatsiya qilish, infratuzilmani yaratish, tashish va uni qayta ishlash kabi qilgan xarajatlardan keladigan o'sha farqini utilizatsiya yig'imi mablag'lari hisobidan yashil subsidiyalar sifatida demak subsidiyalash mexanizmlari qarorda asosiy o'rinni egallagan. Qaror hali loyiha bosqichida, mana 2 bosqichli muhokamadan o'tdi, hali yana bir qancha bosqichlari mavjud. Shuning uchun hali o'sha biz ijtimoiy muhokama uchun ham hali ochiqmiz. Bu degani bu 3 hafta ijtimoiy muhokamadan o'tdi, bu to'xtadi degani emas. O'sha kol markazlarimiz orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki o'sha onlayn portallar orqali ham bemalol fuqarolarimiz yoki to'g'ridan-to'g'ri agentlikka murojaat qilishlari mumkin. O'sha murojaatlar asosida kelgan takliflar asosida hali biz qarorni yana demak qayta ishlash imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Demak, hozir muhokama yakunlangan. Demak, rasmiy ijtimoiy portalda, ya'ni rasmiy jamoatchilik muhokamasi yakunlangan. O'zi reglament bo'yicha 2 haftaga beriladi. Biz Adliya vazirligiga o'sha muhokama uchun chiqarganmiz. 3 hafta davomida muhokamaga qo'yildi u va regulation portali orqali muhokama yakunlandi. Lekin bu yuqorida aytib o'tilgandek, o'sha fuqarolarimiz kol markazlar orqali yoki bir boshqa portallar orqali ham o'zlarining murojaatlarini hali takliflarini berishlari mumkin bo'ladi. Tushunarli. Muhokama yakunlanganidan so'ng qaror nega regulationdan olib tashlandi? Turishi kerak emasmi natijalarni ko'rish uchun? Endi agentlik bu boshqa o'sha vazirlik idoralar kabi o'sha belgilangan tartibda qaror loyihasini jamoat muhokamasiga o'tkazish uchun Adliya vazirligiga o'tkazadi avtomat ravishda. Uni muhokamaga joylashtirish, muhokamadan reglament bo'yicha muddatida olish bizning vakolatimizga kirmaydi. Ya'ni biz o'sha adashmasam 3 hafta davomida turdi. 25-mayda adashmasam biz joylashtirganmiz, ya'ni jo'natganmiz Adliya vazirligiga va Adliya vazirligi uni jamoat muhokamasiga qo'ygan. Bozor narxlarini aytingiz. Hamma joyda bozor narxi har xil o'lchanadi. Buni nazoratga oladigan biron bir tashkilot bo'ladimi? Albatta, yuqorida aytib o'tganimizdek, biz baholovchi tashkilotlarni ham demak shaffof tender usulida aniqlaymiz. Bu istalgan baholovchi tashkilot trading tizimi orqali transport vositalarini baholash vakolatiga ega bo'lmaydi. Albatta o'sha demak tanlab olishda ham O'zbekiston Respublikasi qonunchilikda belgilangan tartibda bozor narxlarida baholovchi va o'sha qonunchilik asosida ishlovchi korxonalar, ya'ni baholovchi tashkilotlar tanlab olinadi va ularning demak baholash metodlari, baholash natijalari qonunchilikda belgilangan tartibda nazorat qilib boriladi. Fuqaro o'zi mustaqil kimnidir baholashga olib kela olmaydi, demak shundaymi? Yo'q, olib kela olmaydi. Sababi bu baholovchi tashkilot fuqaro uchun ham tegishli bo'lishi kerak emas, qayta ishlovchi ham tegishli bo'lishi kerak emasda, o'rtada xolis tashkilot bo'lishi kerak. Aslida baholovchining qonunchilikda belgilangan mezoni ham shu hisoblanadi. O'zi bunaqa mashinalarni oddiy aholi almashtirish juda murakkabda. Siz hozir aytdingiz, o'sha kartochkalar 5 million bo'lsa, 7 million bo'lsa, aslida internet kanallarini kuzatsak, $1000, $1,5 minggacha sotiladi eski mashinalar. Nexia'larni 2,5 ming, 3 minggacha sotilayotganligini ko'ryapmiz.
neytral tashkilotlar buni ancha arzonroq baholashi mumkin. Bu shundoq ham shu mashinalarda, ya'ni eski mashinalarda yurishga majbur bo'layotgan aholini battar qiynab qo'yishi mumkin-da. Vaucher masalasida masalan 10 million deylik mashina narxini vaucher beryapsiz. Boshqa mashinani yangilash uchun ularga qandaydir chegirmalar taqdim etiladimi va chegirma foizi qancha bo'ladi? Birinchi navbatda eski transport vositasini baholash bo'yicha aytdingiz. Mana aytdim, transport vositasini baholash bozor mexanizmlari asosida amalga oshiriladi. Transport vositasini ishlab chiqarilgan yili, uni texnik holati va albatta uni bozordagi narxlari bilan solishtirgan holda narx chiqariladi. Bu degani, misol uchun mana aytdingiz, mana $2000, $1500 mashina. Misol uchun 20 million so'mga baholanadi bozorda. Uni baholash narxi ham shu 20 million so'm atrofida chiqishi kerak. Lekin agar uni biz o'sha transport vositasini utilizatsiya qilish natijasida uni zapchastlarini, qismlarini metallga boshqaga topshirish natijasida biz baholaydigan bo'lsak, uni narxi juda past chiqadi. Bu foydalanuvchiga zarar hisoblanadi. Shuning uchun biz bozor narxi asosida baholovchi tashkilotlarni tanlab turib, ana shu tashkilotlar tomonidan, ya'ni fuqarolarga o'sha utilizatsiyaga topshirganda zarar bo'lmasligi uchun shu narxda baholaydigan baholovchi alohida tashkilotlar tayinlanadi va ularning ishi qonunchilikda belgilangan tartibda nazorat qilinadi. O'rniga eski transport vositasini o'rniga yangi mashinani sotib olishga imkoniyat yaratish uchun mana bilamiz, hozir o'sha rasmiy dilerlarda orqali transport vositasini sotib olish uchun dastlabki to'lov 30% dan 50% gacha to'lashingiz mumkin. Qolganini ma'lum bir muddatda 3 yil, 5 yilgacha demak bo'lib to'lash imkoniyati yaratilgan. Bu deylik, misol uchun oddiy xalqchil mashinamiz bu Cobalt. 165 millionlik Cobaltni biz 30% dastlabki to'lov bilan sotib olishimiz uchun 50 million to'lashimiz kerak. Lekin eski transport vositasining egasi 50 million to'lash imkoniyatiga ega emas. Jigulisini sotsa 20 millionga sotish mumkin. Shunda 20 millionga o'sha baholangan vaucher olgan transport vositasini vaucherini istalgan diler orqali uni dastlabki to'lov sifatida foydalanadi. Ya'ni 20 millionlik to'lov vaucher dastlabki to'lovga o'tadi. Qolgan 145 millionini 7 yilga bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Ana shu narsa bu o'sha eski transport vositasi egalariga eng muhim qulayliklardan biri hisoblanadi. Bunaqa tizim bu respublikamizda yangi tizim hisoblanadi. Shuning uchun o'sha demak muhtaram prezidentimizni demak ekologiya qo'mitasi umuman chiqindilarni boshqarish agentligiga qo'yilgan muhim vazifalardan biri bu atrof muhitni chiqindilardan tozalash, chiqindilar bilan bog'liq ishlarni tashkil etish, chiqindilarning zararli ta'sirini qisqartirishni hisobga olgan holda biz eskirgan transport vositalarini qisqartirish, ularning parkini yangilash bilan bog'liq bo'lgan o'sha talablar asosida bu qaror loyihasini ishlab chiqdik. Ya'ni bu transport vositasini egasini majburlash yoki uni qayta ishlovchi korxonani iqtisodiy demak nobarqaror holatga keltirmaydigan bozor mexanizmlari asosida bir-biri bilan kelishgan holda o'rtada balansni saqlagan holda ham ekologik talablarni bajargan holda ishlaydigan mexanizm bo'yicha loyihani berganmiz. 30 yillik transport vositalariga qo'yiladigan kompensatsiya bo'yicha talablar loyihadan chiqarib tashlandi. Eskirgan, foydalangan transport vositangizni o'rniga yangi olmoqsiz yoki uning o'rniga pulini olmoqsiz, marhamat, utilizatsiyaga baholatib topshirib belgilangan tartibda o'sha vaucherlarni va mablag'larni olishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda, vazir idoralardan berilgan takliflar asosida qaror loyihasi ko'rib chiqilib, 30 yil va undan oshgan transport vositalariga qo'yiladigan boyagi kompensatsiya to'lovlari va uning utilizatsiyaga topshirish majburiy degan qismlari loyihadan chiqarib tashlanib, ikki yoq tomonining manfaatlari demak balansini saqlagan holda utilizatsiyani tashkil etish mexanizmlari asosida qaror loyihasi qaytadan ko'rib chiqildi. Transport vositasi texnik soz bo'lsa, atrof muhitga uni zararli ta'siri bo'lmasa, u istalgan nimada foydalanishi mumkin bo'ladi, bunga cheklov yo'q. Transport vositasi texnik jihatdan nosoz, ekologiya, atrof muhitga zararli ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, unda qonunchilikning boshqa mexanizmlari bor. Mana qizil stikerlar tizimi yo'lga qo'yilgan yoki Ichki ishlar vazirligida shu texnik ko'rikdan o'tkazish tizimlari yo'lga qo'yilgan. O'sha tizimlar orqali transport vositasining harakatlari cheklanadi. Vazirlik idoralarining takliflari va jamoatchilik taklifi asosida qaror loyihasi qayta ko'rib chiqilyapti. Keyingi bosqichda uni tartibga solish ta'sirini baholashdan o'tkaziladi va undan so'nggi bosqichda Adliya vazirligiga yuridik xulosa uchun kiritiladi.